Uzdil HTML dersiga 21 qism HTML hujjat tipi. Ya'ni bu doctype bayonot demiş. Doctype degan so'zning o'zi, doc deganning o'zi document ning qisqartirilmasi bo'lib hujjat. Type degani shu tip degan ma'noni bildirdi. Doctype bayonot orqali tor ko'rgishning turbat vujudini normal ko'rsatishga yetakchilik qilib bo'ldi. Mesela avvalma misol qaraydigan bo'lsak, bu bir HTML vujudning kema umumiy qurilmasini tashkil qilgan odatdagi kodi. Buningki eng ust qismiga doctype HTML deb, buningki hujjat tipniki HTML ekanligiga aniqlik berib o'tgan. Internet dunyosida ko'plagan o'xshashmaydigan tor hujjat tiplari bor. Tor ko'rgich mushu hujjat tiplarga aniq hukm qila olsa, anda ularni texnik unumli ko'rsatib berdi. HTMLning o'xshamagan nashrlari bo'lib, buni izohlab qo'yish zarur. Masalan, HTMLning nashrlari qaraydigan bo'lsak, ama e'lon qilingan vaqti bo'yicha, masalan 1991-yil HTMLniki tunji nashr e'lon qilingan bo'lsa, 93-yil buningki HTML plus, ya'ni HTML qo'shilgan belgisi holatdagi ma'noda texnik yuqori darajadagi nashri mushu holatda taraqqiy qilib kelib 2012-yil buningki HTML5, ya'ni hozir mushundan qarab yuzilyotdi. Ondan keyin XHTML5 2013-yilda e'lon qilinib, shu ko'plagan nashr uchurlari bor. Ondan keyin doctype bayonoti HTML xat kuchi emas, u faqat tor ko'rgish uchun bayonot uchuri ta'minlaydi, xolos buni bilib qolsak bo'ldi. Ondan keyin HTMLniki nashrlarini hozir ko'rdik. Buning navbatdagi eng yangi nashri HTML5. Uning hamda shu tor ko'rgishlar jingida hamda yuksak afzallikka ma tor ko'rgish jing haqida bir qisqacha izoh bersam, shu butun tor abonentlari shu tor ko'rgishlar orqali torni ziyorat qilgan bo'lg'achqa, bu shu tor ko'rgish yasaydigan va yoki boshqa izlashma turi yumshoq detal tuzadigan shu donliq tor texnik shirkatlari uchun bu tor ko'rgish o'zininki tor ko'rgichni shu abonentlarningki ishlatishiga tanlashi ular uchun nihoyat muhim. Shunga bu jang hozir boshlanib bo'ldi. Lekin HTML mayli qaysi tor ko'rgich bo'lishidan qat'iy nazar, shu yuksak afzallik ega hammasidan normal ko'rinaverdi. Buningki bir necha xil o'xshashmagan holatdagi bayonotni ko'rib baqsak, doctype'niki. Masalan, XHTML 1.0 da maxil holatda aniqlanmagan bo'lsa, HTML 4.01, ya'ni HTML 5dan ilgirki eng yangi nashrda maxil holat aniqlanmagan bo'lsa, HTML 5da buning faqat bu HTML vujudi degan shu eng qisqa ixcham tushunishli holatdagi mushkul holatda bayonot bergan.